Savol: gibridniy invertor faqat panelli o'zidan davlat to'kisiz va akkumulyatorsiz ishlaydimi? Havo bulut. Bugun savollarga javob beramiz. Quyosh почти yo'q. Juda ham kam. Lekin shu holatda ham uyga 2 kilovatdan sal kamroq beryapti. Davlatga 650 sotyapmiz. Uyga 1.2 ketyapti. Pechka yoqib hozir shuni hisobiga narsa pishirilyapti mini pechda. Ular savol. Akkumulyator mana uzilgan. Akkumulyatorda 1.6 volt. Hamma bergan savol: akkumulyatorsiz quyosh panel o'zidan davlat toki ketsa ishlaydimi? Hozir davlat tokini o'chiramiz. Mana shu yerda davlat toki o'chdi. Sotuv to'xtadi. Sariqdagi sotuvimiz to'xtadi. Olmayapti ham, bermayapti ham. Bo'ldi, bundan tok o'tmayapti. Mana 2 kilovat beryapti. Hozir uyga ketayotganini o'zini beryapti. 90 watt o'zini ishlashiga, preobrazovat qilganiga tok yeyapti. Uyga 1.4 ketyapti, 80 darajada ketayotgan ekan. 1.5 plus quyoshdan olamiz, yetmayotganini beradi. Hozir davlatga sotishni boshlasak, bu yana oshadi. Quyoshdan bulutdan qancha berayotgan bo'lsa, o'shanchani sotishni boshlaydi. Hozirgi paytda faqat panelli o'zidan ishlayapti. Davlat toki ham o'chdi. Akkumulyator ham o'chgan. Uzib qo'yganman. Mana akkumulyator yo'q. 0 akkumulyatorda ham. 1.8 volt. Akkumulyator o'zi to'la. Mana akkumulyator значениесі. Panellar 30 gradus. Uyga ketayotganini beryapti. Endi davlat tokini ulaymiz. Tok sotishni boshlaydi. Mana. Sekin hozir operatsiya qilib olsa, yaxshilab o'ylab olsa. Xo'p, quyoshdan olishimiz ko'tarilishni boshladi. 1.8. 1.9 ga qarab ketyapti. Uyga 1.2 yarim ishlatilyapti. 1.9 quyoshdan olyapti. Avtomatda sotayotgan tokimiz 570 watt sotyapmiz. Qolganini uyga ishlatyapmiz. Havo bulut, shuni hisobiga quyosh yo'q hisobida. Agar quyosh bo'lganda hashga olib tushardi. Olib yo'man hech qayerda, ham yo'soya. Lekin shu havoda ham 2 kilovatga yaqin tok beryapti. Eng qizig'i, svet ketsa ham, akkumulyatorda tok bo'lmasa ham ishlayveradi. Bez akkumulyator panelni o'zidan olib beraveradi. Gibrid invertor on griddan farqi, akkumulyator bo'lmasa ham, davlat toki bo'lmasa ham, bu o'zi ishlayveradi. Paneldan oladi deb yuzga keraklicha tok beraveradi. Lekin agar buni o'rnida 5 kilovat bo'ladigan bo'lsa, misol hozir mana 1.2 ishlatyapmanmi, yetmaydi. 700 watt bersa, bu yetmaydi, o'zi o'chib qoladi, unaqa payt ishlamaydi, ko'tarmaydi. Hozirgi paytda uyimdagi uncha narsani ko'taryapti, ishlayapti. Shuning uchun 10 kilovat qo'yganman men o'zim. Kamini qo'ysangiz, mana shunaqa paytlarda svet bo'lmay qolsa, yetmay qoladi. O'chib qolib ishlamaydi. Endi холодильник пусковой tokini ham ko'tara olmaydi, 800 watt tortadi. Bunda ham mana shunaqa paytda o'chib qoladi холодильник deb. Yuzdagi tok o'chib yonaveradi. 5 kilovatli invertoringiz shuni yarmini beradi. Misol men uyga hozir 1.4 ishlatsam, quyoshdan misol 1 beradigan bo'lsa, o'chi yetmaydi, o'chib yonaveradi, uyga tok bera olmaydi. Maza qilib bemalol ishlata olmaysiz. Sotuvingiz ham teng baravarga kam, даже undan ham ko'proq ham bo'ladi. Sotuvdan ham ancha yutqizib qo'yasiz, o'zini oqlash muddati 10 yilga boradi. Bunda 3 yil, 3,5 yilda oqlasa, unda 10 yilda oqlaydi o'zini. 9-10 yil hisoblab chiqqanimda shunaqa chiqdi. 9-10 yilda 5 kilovatga o'zini pulini chiqaradi. Bu 3,5 yilda chiqaradi, qolganiga faqat sizga foydada sotaveradi, pul olib kelib pul ishlab beradi. Keyingi videoyimizda quyosh panelidan yong'in chiqadimi degan savolga javob beramiz. Kimgadir quyosh paneli o'rnatish yoki aqlli uy xizmati uy qilib uydagi energiyani ekonom qilish xizmatlari kerak bo'lsa, jamoamiz bilan birga xizmat qilamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Maslahat kerak bo'lsa Telegramdan yozinglar, maslahat beramiz. O'zingizlar o'rnatib olasizlar. Men o'zim o'rnatmoqchi edim, kelib sharoitni ko'rib, tomni ko'rib, maslahatingizni berib keting desanglar, unaqa uslubalar ham bor.